Kimsan? İchkanizni tan olasizmi? Kimsan? Ichki xodimmi? Boshqarmadanmi? Hujjating. Mana hujjatim. Olib kel. Mana. Men sizga bermayman. Ishimizni ko'rsataman. Ko'rsat. Ko'rsataman, o'qib ko'ring. Ijtimoiy tarmoqlarda bir necha fuqarolarning o'zaro janjal aks etgan video tarqaldi. Videoda ko'ringan fuqaro kiyimidagi shaxs o'zini ichki ishlar xodimi deya tanishtirgan va oq rangli Nexia rusumli mashina boshqaruvidagi shaxsga avtomashinani tez haydaganini aytadi. Qolaversa, nimaga spirtli ichimlik iste'mol qilib mashina haydayapsiz deya savol bilan takror va takror yuzlanadi. Nimacha ichib hayda yurish mashinani? Qayerdan qayerga? Viloyatda qo'l uzoq turing. Qo'l uzoq turing, to'xtang. Nimacha ichib haydayapsiz? To'xta. Ya nimacha ichib haydayapsiz? To'xtang. To'xtab turing. Turing. To'xtab turing. Sherbeka Delvon uchastkaga giysin. Uchastkaga chaqiring. Nima muammo? Siz ichib avtomashina boshqarasiz. Senga nishat qilayotganimmi? Nishat deganingiz mana shuncha odam ko'rib turibdi, hamma joy changitib ketasiz. Nishat changitaman. Nima uchun changitib haydayapsiz? Ya nimacha ichib haydayapsiz? Qish oyi. Ichib, nima uchun haydayapsiz? Savolimga javob bering. Videodan tushunilishicha, o'zini xodim ekanini aytgan shaxs hududga ekologik masala bo'yicha borgan. Yo'lda esa avtomashinani tez haydayotgan ushbu fuqaroni ko'rib to'xtatgan va so'roq ostiga olgan. Oq rangli Nexia boshqaruvidagilar o'zini xodim deya tanishtirgan shaxsdan yo'l patrul inspektorini chaqirishini talab qiladi. Kimsan? Xodimmi men? Ishchi xodimmi? Borgan inson. Sherbeka Delvon. Yayam keladi. Javoblarga ishlar Sherbeka chaqiring bor. Yayam keladi, gruppa ham keladi. Sherbeka Delvonga Voqea qachon va qayerda sodir bo'lgani hozircha ma'lum emas. Tarmoqlarda tarqalgan video izohlarida holat Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida sodir bo'lgani aytiladi. Nima borsin? ishimni qilib kelaman men. Nima ish? Nazoratdaman mana shu yerda. Nazoratda. Ekologiya daraxt kesilganligi uchun holat bezatilgan. Mana hujjatim. Mana ichki ishlar xodimman. Qog'ozingizni ko'rsat. Mana shu, mana udastirdan mana shu. Ism familiyam Safar Boburjon. Hozircha holat yuzasidan rasmiy axborot berilmadi. Kimdir o'zini organ xodimi deya tanishtirgan shaxsning harakatlarini olqishlasa, yana kimdir u noto'g'ri ish qilganini bildiradi. Sizcha siz holat bo'yicha qanday fikrdasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Mana hujjatim. Olib kel. Mana. Men sizga bermayman. Ishingizni ko'rsataman. Ko'rsat. Ko'rsataman, o'qib ko'ring. Ha, Yaxshi. Mana menman. sen kimsan? Menman. Leytenant Safar Boburjon. Hop, nima? Hozir shoshib. Nima muammo? Siz ichib avtomashina boshqarasiz. Senga nishat qilayotganimmi? Nishat deganingiz mana shuncha odam ko'rib turibdi, hamma joy changitib ketasiz. Nishat Changitaman.